Kashfiyotlarni yangisini qildik. O'tgan safar bitta video qo'ygan edik. Imенно mana shu ходовой klapan to'g'risida. Qanaqa qo'ysa bo'ladi, qo'ysa bo'lmaydi. Hozir Abdurahmon akam bilan birga o'tirib, Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar yoki usta akalar, iltimos, qo'yayotgan narsalarni yaxshilab qarab, uni nima ish bajaradi va qanaqa bajaradi, mantig'iga e'tibor beringlar. Bu трехходовой. Odatda распределительный трехходовой deyiladi. Смесительdan farq qilmaydi umuman. Mana hozir akamiz bilan gaplashdik, shu narsa bo'yicha. Mana shu распределительный трехходовой смеситель bilan bir xil ishlashini hozir ko'rib chiqdik. Faqatgina buni strelkasiga e'tibor bermasdan ishlash prinsipiga e'tibor berib qo'yish kerak xolos. strelkasiga qachon e'tibor berasizlar? Mana bu yoq tomoni juda ko'p holatlarda постоянно ochiq turadigan tomoni. Mana shu joyiga nasosimizni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buni смесительный sifatida ishlatadigan bo'lsa, nasos bu yoq tomonda turadi. Shunda obratkadan ham, podachadan ham naqasiga tortib oladi. Lekin buni mana naqasiga qo'yadigan bo'lsa, xuddi mana strelkasi. Unda bu yoq tomoni mana termostat ishlagan paytda yopilib qoladi-da, nasosimiz kuyadi. Xuddi shunaqa. Foydasi esa xursandmiz.